Assalomu alaykum qadrli o'quvchilarim. Sizlar bilan yana bitta darsimizda uchrashib turibmiz. Bugungi darsimizning mavzusi all va whole haqida bo'ladi. Bu ikkita so'zimiz bir-biriga ma'no jihatidan juda ham o'xshash, lekin ishlatilishida katta farqi bor. Va mana shuni farqini bugungi darsimizda bilib olsak, bu ancha-muncha sizni writingingizda, speakingingizda foyda beradi degan umiddaman. Demak, boshladik. Birinchi all so'zidan boshlaydigan bo'lsak, all bu hammasi degan ma'noni bildiradi. Oldingizda ko'pchilik narsalar yoki ko'pchilik odamlar turgan bo'lsa, all deb gapirishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, all people degani hamma odamlar degani yoki all computers degani hamma kompyuterlar degan ma'noni bildirar ekan. Demak, all so'zini ham sanaladigan, ham sanalmaydigan otlar bilan ishlatish mumkin ekan. Demak, buni ham eslab qoling. Xo'p, aytadigan bo'lsak, sanaladigan otlar bilan ishlatadigan bo'lsak, qarang. All students, hamma talabalar. All students, hamma talabalar degan. Sanaladigan ot talabalar, sanalmaydigan ot bo'lsa, all the sugar desangiz ham bo'ladi. All the sugar degani o'sha shakarni hammasi degani. Ana endi all students bu yoqda kelgan, hamma talabalar, all books, hamma kitoblar. Ana endi mana bu yoqda alldan keyin artikl kelmayapti. Mana bu yoqda alldan keyin bu yoqda ham artikl yo'q. Lekin bitta gapda ishlataman. U yoqda artikl kelgan. Qaranglar. All the books, ya'ni o'rtada the artikli qo'shilib kelyapti. All the books belong to me degan gapimiz. Gapimiz tarjimasiga e'tibor beradigan bo'lsak, all the books, ya'ni mana shu kitoblar belong to me, menga tegishli degani. Demak, siz butun dunyodagi kitoblar emas, aynan bitta qaysidir guruh kitoblar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, masalan, bitta kutubxonachada turgan kitoblarmi yoki bitta stol ustida turgan kitoblarmi, demak siz the artiklni qo'shib aytishingiz kerak ekan. All the books, ya'ni mana shu kitoblar menga tegishli degani. Ana endi men bu gapda all books dedim. Bu yerda hech qanaqa artikl yo'q, all books desam, demak men hech qanaqa kitoblar guruhini ajratib ko'rsatmayapman. Endi hamma kitoblar, butun dunyo bo'yicha hamma kitoblar degan ma'noni berib qoladi mana bu all books. Shunda ishlatilishiga ehtiyot bo'ling. Demak, artikl qo'yadigan bo'lsak, all the books biz qaysidir bir guruhni ajratib olayotgan bo'lamiz. Masalan, men o'zimni talabalarim haqida gapirmoqchimanmi? All the students deb gapiraman, ya'ni o'zimni talabalarim. Butun dunyodagi talabalar haqida gapirmoqchimanmi? All students deb gapiraman, bolalar. Mana shuni farqini bilib olishingiz kerak. Ana endi mana bu gapimga e'tibor bering. I have spent all the money. Ya'ni men sarflab bo'ldim hamma pulni. Bu yoqda ham the artikli qo'yilyapti. Negaki desangiz, men o'zimni pulim haqida gapiryapman. Ya'ni dunyodagi barcha pullar haqida gapirmayman, o'zimni pulim haqida gapiryapman. Demak, all the money. Men o'zimni pulimni sarflab bo'ldim degan ma'noni berar ekan. Demak, qayerda o'sha qaysidir bir guruhni ajratib ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, alldan keyin the-ni albatta qo'ying, tashlab ketmang. Tashlab ketsangiz, bu ma'no jihatdan juda katta o'zgarishga olib kelar ekan. Ana endi agar all tushunarli bo'lgan bo'lsa, kelinglar, sizlar bilan whole-ni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, whole bu ko'p narsalarga ishlatilmaydi. Whole bitta narsani butunligicha qaraganda ishlatiladi, bitta narsani. Masalan, mana shu doska bo'ladigan bo'lsa, men butun doska yozuv bilan to'la demoqchi bo'lsam, men shunga whole bilan ishlataman. The whole board is full of writings desam bo'ladi. Demak, ko'p doskalar turgan bo'lsa oldimda, unda all bilan ishlataman. All boards, all the boards deyman. Xonada 4 ta doska ilingan bo'lsa, all the boards desam bo'ladi. Ana endi faqat bitta doskani o'zi haqida butun doska deb gapirmoqchi bo'lsam, whole bilan ishlatar ekanman. Ana endi mana bu joyga ham e'tibor bering. Whole birlikdagi sanaladigan otlar bilan keladi. Wholedan keyin hech qachon siz ko'plikdagi ot qo'yib qo'ymang. Masalan, mana bu yerda the whole students deb yozib qo'ysangiz, umuman xato degani bo'ladi u. Chunki whole doim bitta narsaga e'tibor qaratadi. O'sha narsani butun deb oladi. Ko'p narsalar uchun ishlatilmaydi. Misollarga qaraydigan bo'lsak, masalan, kitobga e'tibor qaratmoqchiman. The whole book deydigan bo'lsam,
Demak, o'sha butun kitob degan ma'noni bildiradi. The whole book. Masalan, butun kitob qiziqarli hikoyalarga to'la deydigan bo'lsam, yoki mana bu misolimga qaranglar. I have read the whole book for 3 days. Ya'ni men o'qib bo'ldim butun kitobni 3 kunda. Demak, o'sha butun kitob hamma varog'ini o'qib bo'ldim, to'liqligicha tugatdim degan ma'noni bildirar ekan. Demak, bu yoqda the artikliga e'tiboringizni qarating. The. Ustoz, who'ni oldidan artikl qo'yishimiz shartmi desangiz, shartda. Who bu yoqda sifat bo'lib keladi. Sifatlardan keyin ot kelsa, sifatdan keyin book ot kelyapti-yu, oldidan artikl qo'yishingiz shart. Shuning uchun buni artiklsiz ishlatib ketmang. Mana shu ular orasidagi asosiy farq. Ana endi yana bitta narsaga e'tibor qaratishingizni so'rardim. Ot qaranglar. Sizlar ba'zida ko'rgansizlar, men bu ikkita so'zni, aytaylik, all day ni ko'rgansizlar va the whole day degan ikkita so'z birikmasi deymizmi? Ko'zingiz tushgan bularga. Ana endi all day degani bu kun bo'yi degani, hamma biladi, kun bo'yi. Shu yozib qo'yaylik. Kun bo'yi. Kun bo'yi. The whole degani ham deyarli shunaqa ma'noni beradi. Ya'ni butun kun davomida. Butun kun davomida. Ana endi bularni konkret farqiga keladigan bo'lsak, all day, masalan, I've been working all day deb gapiradigan bo'lsam, men kuni bo'yi ishladim degani, to'g'rimi? Lekin all day ni ma'nosi o'sha kuni bo'yi umuman dam olmasdan ishladim emas. Orada dam olib, to'xtab ishladim degan ma'noni bildiradi. Ana endi siz agar I've been working for the whole day desangiz, butun kun umuman 1 minut ham dam olmasdan to'xtovsiz ishladim degan ma'noni beradi. Yokida the baby has been crying for all day bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bola kun bo'yi yig'ladi, lekin orada to'xtab, masalan, har 1 soat, har 2 soatda yig'lab turdi degani. As the baby crying for the whole day deydigan gap tuzadigan bo'lsak, bola to'xtamasdan o'sha kun davomida 12 soat bo'lsa, 12 soat, 24 soat bo'lsa, 24 soat yig'ladi degani. Ma'nosidagi mana shunaqa katta farqni siz bilib qo'yishingiz shart edi bu yoqda. Bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat. O'ylaymanki, hammangizga foydali bo'ldi. Hop, bu bilimlarni ana endi siz amaliyotda ham qo'llab turishingiz kerak. Bo'lmasa esingizdan chiqib ketishi oson. Xuddi shu ma'lumotlar bo'yicha men sizlarga quizlar tayyorlab qo'yganman. Uni Telegram kanalimda olishingiz mumkin. Описаниеda Telegram kanalimning manzili bor. Ustiga bosib, Telegramga o'tib, bemalol mana shu mavzuga doir mashqlarni bajarsangiz bo'ladi. Siz bilan Teacher Bobur bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha.